Tabiiy parasetamol borligini bilarmidingiz? Bu hozir hamma yoqda gullab turgan o'zimizning oqbosh o'simligi. Videoni oxirigacha ko'ring. Xususiyatlari haqida yanada ko'proq bilib olasiz. Oqbosh ko'p yillik gulkaramdoshlar oilasiga mansub o'simlik bo'lib, ilmiy nomi Lepidium draba. Ruslar uni klapovnik yoki kres salat ham deyshadi. Boshqa davlatlardan kuzatuvchi obunachilarim, u yoqlarda qanday atalishini izohlarda albatta yozib qo'ying. Oqbosh o'simligi gipertoniya profilaktikasi sanaladi. Bahorda oppoqqina bo'lib gullovchi o'simlik tarkibining 80% ni askorbin kislotasi tashkil qiladi. Uning aynan ana shu tarkibi isitma tushiruvchi hisoblanadi. Yana bu oqbosh, ya'ni ruslardagi kres salat qon bosimini yaxshigina tushiradi va organizmdan grippni quvib chiqarib, turli xil viruslarga qalqon bo'lib turib bera oladi. Qadimdan Xitoy tabobati bu o'simlikni keng qo'llab keladi. Uni nafaqat tana haroratini tushirishda, balki peshob haydovchi, yo'tal davolovchi giyoh sifatida qo'llashadi. Oqbosh disbakterioz, diareya sindromlarini samarali davolaydi. Yana u oshqozon ichak faoliyatini yaxshilashga xizmat qiladi. Qovuqdagi yallig'lanishlarni bartaraf qiladi. Yodda tuting, qaysiki o'simlikning oshqozon ichak tizimini davolovchi xususiyati bormi? Bilingki, bu giyoh teridagi muammolarni ham bartaraf etish qobiliyatiga ega bo'ladi. Shunga muvofiq oqbosh teridagi oq dog'larni ham davolaydi. Buning uchun 5-6 dona oqboshni ildizidan tortib gullarigacha blenderda yaxshilab maydalab, suvini sitidan o'tkazasiz. Uni shisha idishga solib qo'yib, muzlatgichda 21 kun saqlay olasiz. Bu tayyor sharbatni paxta diski yoki bintga shimdirib, dog' bor joyga har kuni 2 mahal 1-2 soatdan bog'lab qo'yasiz. Ushbu muolaja 1 oyda natija berayotganiga amin bo'la boshlaysiz inshaalloh. Kurs 21 kun, 10 kun dam. Shu tartibda davom ettiraverasiz. Yuqoridagi tayyorlagan sharbatingizni uzoqroq saqlashni istasangiz, plastik idishda muzlatilgan holda zaxira qilishingiz mumkin. Ammo unutmang, oq dog'ni tashqi tomondan yo'q qilish bu vaqtinchalik. Bunday insonlarga oshqozon ichakni ham doim sog'lom saqlab yurish talab etiladi. Oqboshdan ichak tozalovchi choy retsepti bor. Uni olish uchun bizga obuna bo'lib, izohlarda 2 sonini yozib qoldiring va har kuni bizni kuzatib boring. Tez orada siz uchun yangi post retsept joylaymiz. Iste'mol qilganlarimiz tanajonimizga shifo bo'lsin. Sizga ilinganlarimiz dardingizga malham bo'lib, bizni sababchi qilsin.